Liu Bei'nin qo'shin ariyat ilish hikoyasi. Yaxshimisiz do'stlar? Bunda 3 parchalik yana davomliq so'zlab ketdik. Endi Liu Bei Kunlundan ayrilgandan keyin Gongsunzhenning yeniga bordi. Gongsunzhenning yeniga berib, buni qoyil qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni billi berib, Taochuanni qutqizili degandan keyin Gongsunzhen endi qo'shilmaydi bunga. Men hozir bu yerdan kessam bo'lmaydi. Mening o'rnim bek muhim hozir. Men Yuanshu bilan azroq ziddiyatleşip kaldım. Ben bu yerden ketip kalsam, Yuanshu fırsat topurdu. Ben kessem bulmaydı o. Degan gapim kaldı. Ameliyatımın şu vaqtlarda Gongsunzhen bilan Yuanshu ikkisi tepishib qolgan vaqt zemin talishib. Onun bilan Liu Bei'ga yordam qilinmaydiganligini degandan keyin unda bo'lsa, qo'shinmi bo'lsa berib turing azroq. Men ishni bitirib bo'lgandan keyin sizga qaytarib berman degandan keyin to'xtang. Bugun bir kech aram eling, mungda ishni at deganda men qo'shinni sizga tayyor qilib bersam, epliman degan bir niyetini o'ttirib qo'ydi. Shuningdek adis deganda Gongsunzhen Liu Bei bilan qo'shinni ko'gil botdi. Ammo bu Gongsunzhenmi haqiqatan mard odam, noch odam. Liu Bei'ga nihoyat sarxil qo'shinlarni berdi. Nachar, yangi askarlarni bermaydi. Tanlab yaxshilarni berdi. Bergandan keyin Liu Bei hamda buni qanoat qilmay yana bir song'undan birini bersangiz bo'ldi menga deb Zhao Yunni Gongsunzhendan talashdi. Ammo bu Gongsunzhenmi Liu Bei bilan bo'lgan shu munosabati nəhayət yaxşı bo'lğaçqa, burundan tatib aloqa qilib turğaçqa, og'in bo'lğaçqa, kichikdan savoqdash bo'lğaçqa, bo'pti, Zhao Yunni bersam beray deb Zhao Yun bilan 3000 lashkarni ariyatga berib, Liu Bei'ni yo'lga solib qo'ydi. Liu Bei'ninki hamda Gongsunzhendan ariyatga olgan qo'shini mushu, ham buni bir ariyat olib ketgancha qaytirib bergili vaqt chiqmaydi, qaytirib berolmaydi. Hamda bu Liu Bei Zhang Fei Guanyu Zhao Yunlarni ham o'zining qo'shinlarini boshlab Shuzhou ayımıqqa qarab yo'lga chiqdi. Ham Shuzhou'ninki iniq bağa vaqtda ko'nglim bilan uchrashib, bu hamda pastiki, ham tog'ning ustida turib qo'shinni kuzatdi. Sağ-sağninki ajoyib zo'r qo'shinni ko'rdi. Endi bular mundaq bir masalaga yo'l qilib qoldi. Yani qanday masala degan vaqtda albatta Taochuanni qutqizish to'g'ri, Taochuan bilan hamkorlashib qutqizish to'g'ri. Ammo Taochuanga o'zining qutqazg'il kelganligini yetkizish eng muhim masala edi. Chunki Liu Bei Kunlunlar septidan hujum qilib, keyin tarafdan Sağ hujum qilsa, Taochuan ichidan qo'shinni boshlab chiqib, Sağninki old tarafidan hujum qilsa, ikki tarafdan qislab hujum qilsa, balkim urush unumli bo'ldi. Ammo bu maqsadni, bu planni Taochuanga yetkazishga amal yo'q. Chunki Sağ qo'shini butun shaharni qurishib olgan, hech narsa chiqolmaydigan qilib ketganda. Shuning bilan endi buni qanday qilamiz bu jangni deb u yon o'ylab, bu yon o'ylab Liu Bei meni bu ishga buyuring. Men hamda shu jangni qilib to'yib ko'rsatib boqay. Sağ bilan bir tutishib boqay. Taochuanni qutqizib boqay. Biz balkim Sağ bilan urush jarayonida Taochuanmi aqlli bo'lsa, buni his qilib qilish mumkin deb ko'nglimdan shu o'zining qo'shinlarini ham barliq qo'shinni o'ziga berib, shu jangni boshlashni aytdi. Endi buning ko'nglim qo'shildi. Chunki bu nihoyat xatarlik vazifa. Agar ko'nglim o'z berib qolsa, albatta yo'chi yo'qi. Yani berib qaytib kelinmaslik ehtimolligim borda. Liu Bei bunda degan yerda mayli borsin deb Liu Bei o'zining qo'shinini qo'shib berib, Sağ hujum qilishni aytdi. Hamda Liu Bei qo'shinni boshlab, Sağ qo'shinining keyin tarafidan hujum qilishga boshladi. Ham tuyuqsiz kelgan lashkarlardan Sağ cho'chib ketdi. Bu zot kimdi? Kim qutqizg'il kelgandi? Yuanshu kelganmidi deb qo'rqib ketdi-da. Chunki Yuanshu'ninki qo'shini zo'r, Sağninkidan nechasi ko'p. Agar Yuanshu kelib qolsa, bu yerda Sağ cho'qim qaytadan rad ketizilib, chekinib ya bo'lmasa, Yuanshu bilan urushga tayyor turmasa, bu chatoq chiqadi. Shuning bilan urushib, keyindan ko'rib, xabarlar kelgandan keyin Liu Bei'ninki kelganligini ko'rib hayron qoldi. Yuanshu Gongsunzhenlar kelsa, bu Liu Bei ana 3000 odam bilan ajab Taochuanni qutqizib kelibdi. Deb hayron qoldi. Ammo Liu Bei'ninki aytdi, nochi jang qilish mahoratini ko'rib, bu hayron qoldi. Zhao Yun, Zhang Fei Guanyularning ajoyib palvon ekanligini, muasirni busib kirkitib olganligini ko'rib hayron qoldi. Bu haqiqatan Liu Bei'ninki qo'llastikilar sarxilkan. Bu Liu Bei'ni vaqtida yo'qotmasak, bu endi bizga ish topqidak degan bir shunday niyatga kelib qoldi. Shuning bilan bu Liu Bei qo'shinni buzib yerib kirib, oxiri Taochuanninki sepilning oldiga kelib,
Taoçenning lashkarlariga o'zining maqsadini degandan qo'g'ni ichibla Liu Bei'ni akirib ketdi. Demak, Liu Bei'ninki Cao Cao bilan tunji qadim urushishi, jang qilishi mana shu hisobda nihoyat g'alabalik oldi. Zo'r bir g'alabaga erishib, Cao Cao'ni mag'lub qilolmagan bo'lsa-mu, ammo Cao Cao'ga bir shunda bir ürkütüp qo'yish, Cao Cao'ni bir hayron qoldirib qo'yishdek bir natijaga erishdi ham Taoçenning ishonchiga erishdi. Unda qo'z do'stlar, Liu Bei'ninki qo'shin oriyat etilish hikoyasini shunchalik so'zlab turli. Agar film yargan bo'lsa, Anka sayınıga alt raqamlarni, yuraklarni, gullarni yo'llab qo'yinglar. Texmi ko'p, texmi cho'nqur mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ostidagi ulanma orqali men so'zlab qo'ygan tayyor darsni anglab olsanglar bo'ladi.